Assalomu alaykum, Qisqa News YouTube kanali obunachilari. Bizda qisqa kun dayjesti. 18-noyabr o'zbekistonliklar uchun futbol kuniga aylandi. Bu sanada O'zbekiston milliy terma jamoasi Alliance xalqaro kubogi finalida Eronga qarshi, U17 terma jamoasi jahon chempionati nimchorak finalida Italiyaga qarshi o'yin o'tkazdi. Qatarda bo'lib o'tgan 17 yoshlilar o'rtasidagi jahon chempionatining nimchorak finalida U17 terma jamoamiz italiyalik tengqurlariga 2-3 hisobida mag'lub bo'ldi. Shu tariqa Islom Ismoilov boshchiligidagi oq bo'rilar jahon chempionati bilan xayrlashdi. Aliyev не сдержал себя. Mag'lubiyatdan so'ng O'zbekiston o'smirlar terma jamoasi ustozi Islom Ismoilov o'z fikrlarini bildirdi. Murabbiy o'yin davomida yarim jamoa oyog'ida turolmaganini ta'kidladi. Islom Ismoilov ushbu holatga izoh berib, muammoga aynan butsalar sababligini aytdi. Futbolchilarga necha marta aytganmiz, sizlar terma jamoa futbolchisilar, sizlarda kamida o'sha 2tadan har xil kuchli butsa bo'lishi kerak deb doim ogohlantiramiz. Har xil maydon bo'ladi, har xil sharoit bo'ladi. Bundan tashqari murabbiy o'yindan keyin o'zini qo'llab-quvvatlagan muxlislarga, O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi rahbariyatiga, yordamchilariga, futbolchilarga minnatdorchilik bildirib, U17 jamoa bilan yo'li tugaganini ham aytib o'tgan. Achchiq mag'lubiyat alami, ko'z yoshlar va turli emotsiyalarga boy U17 jamoasi o'yinidan keyin soat 21:00 da O'zbekiston milliy terma jamoasi Birlashgan Arab Amirligida bo'lib o'tayotgan o'rtoqlik turniri finalida Eronga qarshi bahs olib bordi. O'yinning asosiy vaqtida hisob ochilmadi, shuningdek, O'zbekiston jamoasi 68-daqiqada Abduqodir Husanovning qizil kartochkasi sababli bir o'yinchini yo'qotdi. بازیکنان ذخیره ازبکستان نشون میده که توپ تو لحظه آخر برخورد داشته با بازیکن ازبکستان. توپگیری علیپور میره به سمت دروازه، میتونست بلند بشه و حرکتش رو ادامه دار بکنه. کارت قرمز مستقیم برای بازیکن ازبکستان و خوسانوف. Shunga qaramay Fabio Cannavaro boshchiligidagi jamoa o'z darvozasini o'yin davomida daxlsiz himoya qildi. Uchrashuvning penaltilar seriyasida O'zbekistonning qo'li baland keldi. Terma jamoa posboni Abduvohid Ne'matov 2 penaltini qaytarib, o'yin qahramoniga aylandi. Zarba yaxshi, Ne'matov farazandidek qutqardi. Natija esa asosiy o'yinda O'zbekiston-Eron 0-0, penaltilar seriyasidan keyin esa 4-3 ni tashkil etdi. 10 ta o'yinchi bilan g'oliblik shohsupasiga chiqqan Fabio Cannavaro o'yindan keyin terma jamoa o'yinchilarini juda aqlli deya e'tirof etgan. Bundan tashqari Cannavaro yanvarda mahalliy futbolchilar bilan yig'in o'tkazishini ham aytib o'tgan. Eng so'nggi yangiliklarni Qisqa News'da kuzatib boring.